Assalomu alaykum. Rahmatullohi va barakatuh. Turk. Davay nur chiqmayapti mendan. Men nima chiqadi? Shundan men nima qilyapman? To'xta, qaytadan chiqamiz. Qaytadan chiqamiz. Suruy vaqtlar. Qayta yangidan och. Bir nimadir nolqinish kerak edi. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan o'sha e'tiborlaringiz o'tida Abror va Asror. Bugun do'stlar biz Craftsman 4 o'yinini o'ynaymiz. Minecraft o'yinini o'ynamoqchi edik, ammo bizning yonimizda hozircha notebooklar yo'q. Shuning uchun telefonda o'ynashga majburmiz. Va bu Craftsman 4. Hay! O'yin boshlandi bular. Asror o'yin boshlandi. To'xta, menda sen chiqmayapsan. Chiqqandirman. Yo'q, nima? Wi-Fi nonimi? Voy. Sen qaytadan yana kirib chiq, bilet. Sen uradigan bo'lib. Do'stlar, uzr, boya ozgina tushunmovchilik bo'lib qoldi. Biz bir-birimiz bilan o'ynay olmaydigan bo'lib qoldik negadir. Hozir u xatolikni to'g'riladik va hozir bosh o'yin davom etadi do'stlar. Ko'p gapirmagan uka. Bosh tutkazing. Videoga like bosing va kommentariyada o'z izohlaringizni yozib, albatta kanalga obuna bo'ling. Do'stlar, qisqacha qilib aytib o'taman. Agar bu videomiz 20 ta like etsa, biz ikkalamiz ikkinchi qismni ajoyib tarzda qilib ko'rsatamiz. Hamda bu videoda hajlar yo'q bo'lgani uchun men sizga aytaman. Bu videodagi maqsad biz olmos topishimiz kerak yoki izim. Keyingi videoda haqiqiy Minecraft o'ynaymiz. Keyingi videoda Lucky Block o'ynaymiz. Lucky Block. Lucky Block. To'g'risi. Mobilya sanga bitta maslahat aytaymi? Ko'p daraxt topmadik, shunday qildik. Ana tayoqchadan shunchaki kirka yasa, все, tamam. Men hamma narsa yasab tashladim o'zim. Voy jala. Qanchaki qo'yibsan? Yursa qana suvdim. Atargo. Gambo. Ketdim endi tosh yo'lab. Toshli aslahalar, bilet. Toshli aslahalar mumkin emas.